Assalomu alaykum hammaga. Bugun muhim analizlardan bittasi bo'ladi. Chunki o'tgan safar esingizda bo'lsa, ketma-ket shamlar tushdan keyin aytdik, yashil sham yuksalishlik. Inshaalloh mana bu sham ochilmasdan aytdikki, yangi haftadagi shamimiz yashil yopiladi dedik. Alhamdulillah esingizda bo'lsa, buni nima kanalda ketma-ket nima qildik? Yangi yashil yopilishligini kuzatdik va oldi-sotdi qildik va bundan keyin sham ochilishligi bilan nima dedik? Ochilishligi bilan katta ehtimol bilan yaxshigina tushish bo'ladi deb kanalimizda ovozli голосовой rasmlar tashab nima qildik? Ogohlantirdik. Alhamdulillah nima qildik? Bundan keyingi shamimiz ko'rib turganingizdek yaxshigina tushish bo'ldi. Bu Bitcoinda o'zi ko'radigan bo'lsangiz normal tushish, lekin nima altcoinlarda yaxshigina tushishlarni kuzatdik. Va bundan keyingi shamda esingizda bo'lsa, mana sham yopilmasdan aytdikki, bundan oldingi videoda ko'rsalaringiz bo'ladi. Haftani boshida dushanba kuni chiqargandik. Bugun dushanba, katta ehtimol bilan bu haftadagi shamimiz nima dedik? Qizil yopiladi. Ya'ni pastga tushish bo'ladi. Va dedik, kichikroq time frame'da pastdagi mana bu ignani tagini oladi deb aytib o'tgandik. U ham bo'lsa, kichikroq time frame'dagi 15 minut time frame'da mana bu holatdagi grafikimiz edi. Ya'ni mana bu grafikda aytib o'tdikki, nima dedik? Bu yerda katta bir ehtimol bilan tushish ehtimoli bor deb 15 minut time frame'da analiz qilgandik. Ko'rib turganingizdek, nima dedik? Mana bu minimum tagiga tushadi dedik. Hozir bozor kelib tushdi. Mana bu nima deydigan bo'lsanglar, buni kanalimizda tashadikki, agarki bitta igna mana shu qizil chiziqni chizib tashadim, mana shu qizil chiziqni tagiga bozor tushmaydigan bo'lsa, agarki biron bir igna otmaydigan bo'lsa dedim, ya'ni mana bu ignani nazarda tutgandim. Bozor yuqoriga ketadi dedim. Ya'ni yuqoriga ketishlik 4% yuksalish kerak. Ya'ni yuksalib turib, yana darcha pastga tushishlik prognozi bor edi. Shu sababdan nima dedim? Mana bu chiziqni chizib shu holatda tashladim. Ya'ni bitta igna tushadigan bo'lsa ham grafikimiz buziladi. Ya'ni bozor pastga tushadi. Ya'ni o'zini yo'lida ketaveradi. Katta time frame'dagi narsaga bo'ysunib ketadi. Lekin kichik time frame'da bozorni o'tkazib yubormaslik uchun nima dedik? Ba'zi narsalarda mana shu zonadan katta ehtimol bilan bozor ketishligi, agar mana bu zonaga boradigan bo'lsa, deb turib, uning uchun nima dedik? Istisno qilib, mana bu yerdagi ignani pastga tushmasligini istisno qildik. Ko'rib turganingizdek, bu yerda igna otib qo'ydi. Bu igna juda ham muhim va bu yerda kuchli poddeshka zonasi bor edi. Ko'rib turganingizdek, bozor bir marta keldi, o't olmadi, yuksaldi va yana bir marta keldi, o't olmadi, yuksaldi. Yana bir marta keldi, bozor o't olmadi, yuksalib turib bitta igna otdi. Mana ko'rib turganingizdek, igna otgandan keyin bo'ldi, bu yerda operatsiya boshlandi. Mana shu igna o'sha operatsiya. Ya'ni bu igna nima bo'ladi? Odamlarni tushuntirish yoki ishontirish degan bir operatsiya bo'ldi. Ya'ni ko'rib turganingizdek, bu zonada ko'plagan odamlarda stoplari bor. Ya'ni buni bitta men emas yoki bitta siz emas, ko'pchilik kuzatib turgan zona edi. Bu chunki muhim zona edi va bozor ko'ryapsiz, ignani otdi-da, otib turib sraz yuksalib oldi. Ya'ni odamlarni xuddiki qaytganga o'xshab turib yuksalib ko'rsatdi-da va bu yerda mana sekinlik bilan tushib ketdi. Bizga mana shu ignani o'zi yetarli bo'lar edi bozorda pastga tushishligiga. Alhamdulillah mana bu igna tushgandan keyin nima qildik? Biz to'xtadik. Nima qildik? Endi bozorda pastga tushishligini kutdik. Xo'p. Va ko'rib turganingizdek, bozor pastga tushib keldi. Ya'ni buni birinchi analiz qilgan joyimizga keldi. Endi buni o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Xo'p. Bundan keyin nima bo'ladi degan savolga javob kerak. Albatta bundan keyin nima bo'ladi, qanday bo'ladi, qanaqa bo'ladi, buni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Lekin biz qo'limizda Alloh bergan ilm orqali ba'zi narsalarni analiz qilib ko'ramiz. Ulardan bittasi haftalik sham katta ehtimol bilan bu hafta chiqadigan yangi shamimiz, bu ham bo'lsa sizlarni inshaalloh xursand qiladigan analiz bo'ladi. Yangi haftadagi shamda men prognozim avvalambor qaranglar. Bu narsani Alloh biladi. Yangi haftada qanaqa sham chiqadi, nima bo'lishi, lekin prognoz qilib aytamanki, inshaalloh yangi haftadagi shamimiz yashil sham bo'ladi. Tushunarlika? Yashil sham bo'ladi. Xuddiki mana shu yashilga o'xshagan yashil sham bo'ladi. Uni rangini yashil qilib qo'ysam. Xo'p. Yangi haftadagi shamimiz inshaalloh yashil bo'ladi, lekin buni qiyosi menimcha bo'ladimi, unisini aytib o'tolmayman, lekin taqriban mana shu zonalargacha keladi. Ya'ni yashil deganda, ya'ni 110 atroflariga menimcha shu zonalarda keladi. Bu birinchi shamimiz. Tushunarlika? Endi bizga buni o'zi dastatishni yashil bo'lishligini o'zi. Nimaga? Chunki hozir globalda yoki hammasi ba'zilar indamay turishibdi. Nimaga? Ba'zi bir
odamlarni kuzatadigan, masalan men o'zim ham nima qilish shu gapirish emas, ba'zilar kuzatib turadi. Hozir chiqib men hozir buni tushar yangi haftada yashil yopilar ekan deb chiqishligim bilan ko'rasiz. Boshqa o'sha siz kuzatib yurgan yoki boshqa kanaldagilar o'sha sirazi pozitsiyasini bildiradi. Bo'ldi, mana bu ketadi, mana bu ketadi. Chunki men o'zim ba'zilarni kuzatib turaman. Ya'ni meni kuzatib xuddi mendagi narsalarni nima qiladi, o'zini kanallarga yoki ba'zi narsalarga joylaydi. O'shundek, ya'ni bu videodan keyin boshqa joydagilar ham misol uchun nima qiladi, pozitsiyalarini o'zgartiradi degan umiddaman. Ya'ni pozitsiyalari bo'lsa, albatta o'zining shaxsiy pozitsiyasi bo'lmaydi ularda. Xo'p, aytmoqchi bo'lganim, bu hafta sham yashil, qizil yopilib, inshaalloh yangi haftadagi shamimiz yashil bo'ladi. Tamom? Bu hafta misol uchun shamimiz 2 kun davomida mumkin bu yerda yopilar yoki sal yuqoriroqqa chiqib yopilar. Muhimi nima? Yangi haftadagi shamimiz yashil bo'ladi. Mumkin bu pastroqqa tushib yopilishligi ham nima haqqi yo'q emas. Ya'ni Bitcoin'da hozirgi holatdan tushib yopiladigan zona sal pastroqda mana bu zonada yopilishligi ham mumkin. Lekin men aytib turgan narsa hozir shu sham to'g'risida gapirib turgan bo'lsam, yangi haftadagi sham yashil bo'ladi deb shuni aytmoqchiman va yangi narsalarda hozir yana ozroq pastga tushamiz. Kichikroq time frame kirib, yana boshqa narsalarni aytamiz. Birinchidan, hozirgi ikki xil narsani aytib o'taman inshaalloh. Birinchi, grafikda ko'rib turgan sham bilan narsa qiladigan bo'lsak, shamimiz aytayaptiki, yangi haftadagi shamni yashil deyapti inshaalloh. Xo'p, agar qora yopib keyingi haftaga ham qizil yopib turadigan bo'lsa, u meni nimam emas, lekin bu yana narsa qilib aytayapman bu narsani ham men o'zimning shaxsiy fikrim. Birovni bir narsaga nima qilib aytishmas. Chunki mana ketma-ket ko'ryapsizlar. Mana bu haftani ham Alloh tizimi yashil yopilishligini anos qildik, yashil yopildi Alloh tizimi bilan va undan keyingi qizil dedik, qizil yopildi va bundan keyingi ham inshaalloh hozir qizil yopilish arafasida. Uchinchisi, mana bu to'rtinchisi inshaalloh. Agar to'rtinchisi ham yashil yopiladigan bo'lsa nima bo'ladi? Sham bilan qilyapti turgan analizimiz inshaalloh bir chiroyli ketma-ketlik bilan ketyapti turgan bo'ladi inshaalloh. Va bundan keyingi shamni ham inshaalloh hozir ham aytib qo'yish mumkin, lekin aytmayman. Inshaalloh agar bu sham yashil yopiladigan bo'lsa, undan keyingi shamni ayta olaman inshaalloh. O'shanda aytaman. Ya'ni hozir ham aytishim mumkin bundan keyingi qaysi sham yopilishligini, lekin inshaalloh vaqti kelganda bilganimiz yaxshi inshaalloh hammasini Alloh tizimi bilan. Xo'p, endi nima bo'ldi? Bozorda kichikroq time frame ga olib kiramiz. Kichikroq time frame da nima bo'ladi? Qaranglar, kichikroq time frame da bozorimiz tushib keldi. Tushib kelganda odamlarda qo'rquv, panik, shunaqa narsalar bo'ldi yaxshigina, chunki bozorda minimumda yangiladi. Endi qaranglar, mana bu Bitcoin USD deb qo'ygan, USDT emas. Ya'ni T si bor oxirida, D si bor. Ya'ni bu meniki faqat USD nimasida formatda qilyapman. Xo'p, ba'zilar boshqa grafikda ham kutishadi. Masalan, Bitcoin USDT deb yozadigan bo'lsangiz, mana bu grafik chiqadi, tamom? Bu grafikdagi ko'radigan bo'lsangiz, bu yerda ignani tagiga tushgani yo'q. Tushunarligi, grafik ikkita bu yerda hozir bir xil emas. Bittasi hozir USD degan nimamda, grafikimda mana bu minimumda yangilagan. Bunda bo'lsa yangilagani yo'q. Ya'ni buni bir-biriga bog'liq joylari bor. Albatta, mana kunlik time frame dan ko'rishimiz mumkin. Kunlik time frame da ko'radigan bo'lsangiz, mana bu minimumda hali yangilamagan. Lekin biz bunga qarab o'tirmaymiz. Buni yangilamasdan ham chiqib ketishligi mumkin. Nimaga? Bizga asos USD partiyasidagi Bitcoinimiz yangiladi. Ya'ni mana bu yangilashligiga majbur emas. Tushunarligi, ben ignani yangilashligi uchun buni yangilashligiga majbur emas, chunki mana buni yangilab bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, mana bu ignani yangilab bo'ldi. Xuddi shu grafikda ko'ryapsiz, bu ham kunlik time frame dagi tushgan minimumda yangilab bo'ldi. Shuni o'zi menga dastlashni inshaalloh yangi haftadagi shamni yashil yopilishligiga. Xo'p, va undan keyin Bitcoinda aytib o'tgandek, BNB USDT ni esingizda bo'lsa, aytib o'tgandek, BNB USDT ni yaxshigina yuksaldi, yaxshigina hajm kirdi deb yuqorida edi. Undan oldingi videoda dushanba kuni analiz qilganimizda mana shu zonada adashmasam, dushanba kuni nima dedik? Bu yerlarda bozorda bu yerlardan kirmanglar, shoshilmanglar. Ya'ni bozor tushsin, imkon qadar mana bu zonaga yaqin zonadan olaylik. Bu yerda qarang, bitta narsa bor, psixologik tushunchalardan bittasi. Mana bu zonadagi olgan odamlar, tushunarligi, mana bu yerdan olgan odamlar, ko'ryapsiz, bozor birdaniga yuksalib ketdi. Bu birdaniga yuksalib ketdi, bu yerda yaxshigina olishlar bo'ldi. Hech bo'lmasa mana shu joydan biz ola olmadik yoki siz ola olmadingizmi? Nima qilasiz? Mana shu yerdan ola olmagan bo'lsangiz, hech bo'lmasa shu yerga yaqinroq joydan oling deb turib o'tgan videoda aytgandim. Ya'ni mana buni tortib, eng kamida mana shu zonalarga kelishligini analiz qilib aytgandim. Eng kamida mana shu zonalarga kelsin, ya'ni bozorda bir yarmiga keladi. Bu zonaga yaqinroq bo'lgan zonaga kelishligini va bu yerga kelishligini analiz qilgandik. Ko'rib turganingizdek, hozir shu zonaga kelgan. Mana bozor hatto biz aytgan zonadan ham pastroqqa keldi.
katta ehtimol bilan bu yerdan yuksalish bo'ladi. Shu yerda bitta BNB to'g'risida bitta analiz qilib o'tib ketdik. BNB katta ehtimol bilan mana bu zonadagi mana bu zonaga keladi. Tushunarligi? Mana bu yerdagi poddeshka zonada fraktal nuqtasi bor ekan, shu fraktalga keladi. Bu shu zonadan turgan holatda ham 7%, 8%. Buning uchun bitta signal mana misol uchun BNB uchun 7% eng kamida. Men buni hozir aytmayman, bu yuqoriga chiqib ketadi, pam bo'lib ketadi. Lekin nima? Mana shu zonalarga eng kamida 7% signalimiz bor bu yerdan. Tushunarligi? Mana shu zonadan eng kamida inshaalloh 7% bu yerga o'sadi. Sabablari bormi desiz? Sabablari bor albatta. Buni o'zimdan o'zim aytib olmayapman. Chunki ba'zi bir narsalar bor bu yerda paydo bo'lgan. Shuni o'zi, ya'ni hozir menga nima bo'lyapti? Hatto BNBni o'zi Bitcoin uchun menga signal beradi. Tushunarligi? Nimaga men sirazi yuqorini aytmayapman? Chunki yana bitta analiz qiladigan narsamiz. U ham bo'lsa Solana. Solanani o'tganda bir masalan bo'ladi. Kanalimiz taqiq qiladigan bittasi savol berganda, analiz qilib berasizmi deb o'sha paytda streamda savol berganda mana bu zonalarda edi adashmasam Solanani aytdimki, pastga tushadigan bo'lsa mana bu zonadan olsangiz bo'ladi. Lekin hozirgi holatlarda bu yerdan oladigan zona emas deb aytib o'tgandim. Bu yerga keladimi? Albatta keladi inshaalloh. Agarki mana shu zona men uchun nima bo'ladi? Buni mana shu zonaga kelishligi, ya'ni mana bu yerdagi bat formasyonni hosil bo'lishligi men uchun Bitcoin uchun long signal. Tushunarligi? Solana kerak bo'lsa Bitcoinga signal beradi. Bitcoin kerak bo'lsa nima bo'ladi? Ethereum, ya'ni bir-biriga signal beradi. Bular bir-biriga juda ham chalbachas bog'liq narsalar. Ya'ni bular bekarga bunaqa hosil bo'lib qolmaydi o'z-o'zidan albatta. Xo'p, uning uchun nima deymiz? Solanani tushishligi kerak bo'ladi, taqriban yana 8%. Endi u holatni bilmayman, qaysi holatda keladi. Bu mumkin yuqoriga ozroq ko'tarilib turib, ozroq sal yurgan bo'lib yana bir tushib beradi yoki yana bir minimumda olishligi mumkin. Endi bundan buyog'iga minimumda ola olmaydi degan narsa yo'q. Mumkin yana ozroq tushishligi mumkin, lekin men aytib turgan narsa yangi haftadagi bo'ladigan narsani aytyapman. Yangi haftada inshaalloh yashil yonadi. Tushunarligi? 2 kun davomida mumkin Solana uspet qilib kelsa oldi. Mana shu zonaga kelmaydigan bo'lsa, mumkin shu yerdan yana qaytishligi ehtimoli bor Solanani. Ya'ni Solanani kelishlik narxi necha? 165 dollar. Ya'ni 165 dollarga Solana keladigan bo'lsa, bu yerdan yuksalamiz inshaalloh. Bitcoinga qo'shilib bu zonalardan, ya'ni mana shu zonalar ichlaridan bozor eng kamida 20-25% gacha nima qiladi? Solanadan yuksalish kutamiz inshaalloh. Xo'p, bu Solanaga bo'lgan fikrim edi. Va yana qaysilar bor bu yerda ba'zi aytadigan narsalarim. Bitcoinni aytib o'tdim, Ethereumda analiz qilmadik. Va BNBni aytib o'tdik. Xo'p, Bitcoinga kiraylik. Bitcoinga kiradigan bo'lsak, Bitcoinimiz nima holatda? Bitcoinimiz ko'rib turganingizdek, yaxshigina bir tushish bo'ldi. Bu yerda psixologik bir tushunchani aytmoqchiman. Mana bu yerda треугольникni chizgan. Ya'ni odatda mana bu треугольник yuqorilarda kelganda nima qiladi? Birinchidan odamlarning psixologiyasi ko'pincha nima yuksalish, pozitiv o'ylaydi. Hamma bu narsada misol uchun ko'pchilik nima, misol uchun birjada ishlaydigan ko'pchilik nimani o'ylaydi? Ko'pchilik ya'ni pozitiv, yaxshi o'ylaydi, ya'ni hamma yaxshi, ijobiy o'ylaydi. Ijobiy o'ylaydi nima edi? Bozor yuksaladi degan o'ylardi. Tem bo'lib bu yerdagi shamda o'zinglar esinglarda bor, haftalik sham juda chiroyli yopilgan edi. Ba'zi bir ko'zlar bilan qaraganda, lekin men o'sha paytda aytdim, netto yopildi, pastga tushib kerak deb. Mana ko'rib turganingizdek tushib keldi. Ya'ni bu yerdagi o'ylar nima qilardi? Buni yana yuqoriga ketishligini misol uchun kutadi. Mana bu chiqqan mana bu grafikdan keyin eng kamida mana shu holatlarda kutadi ko'pchilik, lekin ko'rib turganingizdek shu grafik bilan bu yerdagilarni portlatdi. Portlatib ham qanaqa yaxshigina portlatdi, pastga olib tushdi va qaranglar, yana ikkinchisi bor. Ikkinchisi qaranglar. Bu yerda men psixologik narsani aytib o'tyapman. Ikkinchisi xuddi shu holatda bozor mana ko'rib turganingizdek bu yerda nima qildi? Bozor yaxshigina yuksalib, mana shu zonalarga kelib, aytadi, range yurgan paytda nima dedik? Bozorda shu zonada odamlarda shunaqa fikr bo'lib qoldi. Altcoin'lar esinglarda bo'lsa, endi uni eslagan istaydim. Mana shu zonalarda yaxshigina yuksalyapti turadi altcoin'lar. Hatto mana bu tushdan keyin, yuksalib Bitcoin bo'yiga keladigan bo'lsa, bu tushdan oldin bo'lgan zonalardan ham yuksalib ketdi. Masalan, BNB misol uchun nima bo'ldi? Oldingi narxidan ham yuqori narxlarda turadi. Qachonki Bitcoin mana bu zonadaligida. Ya'ni odamlarda pozitiv, hammasida yaxshi gumon yoki yaxshi
kayfiyat bo'ldi, bundan keyin yana yuksalar ekan, bizni altcoinlarimiz o'zini narxiga chiqib qoladi degan. Chunki birjada misol uchun 500 ta Binance birjasida, Binancedan misol keltiraylik, 500 ta token bo'ladigan bo'lsa, 500 tadan bir kerak bo'lsa bir 20 tasi yo 30 tasi o'zini narxiga chiqdi. Misol uchun BNBga o'xshagan coinlar misol uchun chiqqan bo'lsa, nechtasi deyapmiz? 20 tasi oshib ketsa 30 tasi o'z narxiga chiqdi. Lekin aksari nima bo'ldi? 470 tasi nima bo'lyapti? Naborot o'zi narxiga chiqa olmagan. Eng kamida 30%, 40% minusda bo'lgan, to'g'rimi? O'zi narxiga chiqa olmagan. Lekin nima qildi? Mana shu zonada odamlarda umid bor ediki, hozir yana bu ozgina yuksaladigan bo'lsa, meni coinim ham o'z narxiga chiqib qoladi degan umidda turadi va bu yerda ba'zi bir blogerchalar, qo'sh tirnoq ichidagi blogerchilar bu odamlarga motivatsiya beryapti. Bo'ldi, biqa sezon boshlandi, endi yuksalamiz, ketamiz, oq edi, ko'k edi, buni sotib oling, uni sotib oling, mana shunaqa deyapti. Lekin bu yerda Alloh fazli bilan albatta biz nima dedik? Bu yerdan bozor tushishligini bitta chiziq bilan aytdikki, mana shu chiziq bu yerdan mana bu qora chiziq tepasiga chiqmaguncha bozor pastga tushishligini prognoz qilgandik va nima bo'ldi? Bu yerdan mana bozor pastga tushib keldi. Ya'ni aytib o'tdikki, bu yerda psixologik tushuncha qanaqa? Odamlarda mana bu yerda qani xo'p, ketdi tepaga, yuqoriga degan joyda nima qilyapti? Odamlar pulni olyaptimi? Pastga tushib keladi. Endi mana bu zonada o'sha qo'sh tirnoq ichidagi treyderchalar nima qilyapti? Birinchidan ba'zilari o'sha dami ichiga tushib ketgan umuman hech narsa yozmaydi, kutib o'tiradi. Qaysiki yonida, etida, betda yozgan odamlardan keyin nima qiladi? Bir narsani bilib olgan kishi bo'lib, keyin yozib chiqadi. Lekin o'zi indamay turadi hozircha. Yoki nima qiladi? Aytadigan bo'lsa ham bo'ldi, bozorda qo'rquv bor, xavf bor, qochinglar, ochinglar, bozor tushib ketyapti, endi qochishimiz kerak degan panik qilyapti. Lekin men aytamanki, bu ham bo'lsa, meni o'zim shaxsiy fikrim, hech kimga nima qilish emas. Men aytamanki, bo'ldi, endi bozordan qo'rqmanglar degan narsani aytaman. Chunki bozorda inshaalloh endi ishga kirish kerak. Tushunarliga, hatto bozorda yaxshigina haftalik ikkita sham tushgan bo'lsa ham, tushunarliga, bu narsani men shamlarga yoki boshqa narsalarga qarab analiz qilyapman. Ya'ni bozor tushib kelyapti. Tushunarliga, mana yuqorilarda bo'lsa men aytdimki, misol uchun ketdi, olinglar, sotinglar, hamma sotib olinglar, nima bo'lsa sotib olinglar, uchib ketamiz demadik. Bu yerda sham yopildi, haftalik grafik, haftalik fraktali ichida yopildi sham. Bu yerda u shoshilish kerak emas deb bu yerda ogohlantirdik. Bir ikkinchidan qizil yopiladi dedik va bu safar ham qizil yopildi. Mana alhamdulillah buni ham aytib o'tdik va yangi haftadagi shamda ham hozir indamasdan bir chekkada pisib o'tirmaymizda, lekin qo'limizdan kelgancha odamlarga manfaatli bo'lsa, mana endi ishlanglar. Ya'ni hozir uncha qo'rqmanglar. Panik qilmanglar. Inshaalloh nima bundan buyog'iga yuksalamiz. To'g'ri, ozroq mana bunaqa pastga tushishimiz mumkin shu zonalarda. Ya'ni bu hafta, ya'ni haftaning oxirida kelgan uchun aytyapman. Yangi haftaga inshaalloh zilyon deydi-yu. Yangi haftadan inshaalloh zilyon, ya'ni yaxshigina yuksalish ko'ramiz. Yuksalish deganda qanaqa? Altcoinlarda yuksalish bo'ladi. Chunki Bitcoinda bitta haftalik shamda mumkin bu yergacha, ya'ni bitta yashil haftalik sham ko'ramiz, lekin bu zonada yurishligi nima bo'ladi? Altcoinlarda bababangada nima qiladi? Yaxshigina otib berish ehtimolini ko'rsatadi bizga. Xo'p, ba'zi bir altcoinlar bor. Ulardan bittasi mana bu altcoin edi. Ismini ko'rsanglar, FFF ekan, ikkita F ekan. Ya'ni bu mana shu zonadan yuksalish kutyapman. Ya'ni kutyap turgan zona. Mana shu zonalardan men taqriban nima qildim? Bundan ishga kirdim. Kirgan altcoinlarni ham ko'rsatib qo'yish mumkin. Inshaalloh bundan eng kamida 20% nima qilaman? Yuksalish kutyapman inshaalloh. Xo'p, kelgan hozircha bo'ldi, videomizga uzayib ketmasin. Bitcoinda aytib o'tdim, asosiy narsa Bitcoin, to'g'rimi? Hammani ham misol uchun qiziqtiradigan narsa Bitcoin. Bitcoin agar yo'limizda yaxshi bo'ladigan bo'lsa, altcoinlar ham boshqalar ham yuksaladi inshaalloh. Shu sababdan asosiy narsa Bitcoinlik uchun aytdikki, bugun jumaning oxirgi vaqtlari, ya'ni juma kunga kech kirib qoldi. Inshaalloh ertaga shanba va yakshanba 2 kun qoldi. 2 kun ham 2,5 kun desangiz ham bo'ladi. Ya'ni 2 kundan keyin ochiladigan sham yangi haftalik sham bo'ladi. Inshaalloh yangi haftada yaxshi yangiliklar, yaxshigina yuksalishlar bo'ladi. Chunki bu haftadagi ana bu blogerlar nima bo'ladi? Bloger traderlar albatta odamlarni ishdan chiqarishga yordam beradi. Ular nima qiladi? Panik qiladi, ular qo'rqadi, ular damini chiqarmaydi. Ya'ni shunaqa narsalar paydo bo'ladi. Odamlar pulini bo'shatadi, undan nima qiladi? Traderlar sotib oladi va ular qo'rqgan paytda inshaalloh traderlar sotib olib nima qiladi? Foydani qiladi. Inshaalloh shu yergacha bo'lsin. Bugungi nimamiz, videomiz
Keyingi videolarda inshaalloh kimnidir nimadir qiziqtiradigan bo'lsa, kommentariyalarga bemalol yozishinglar mumkin. Hijolat bo'lmasdan, behijolat, uyalmasdan yozaverasizlar. Kimda qanday savol bo'ladigan bo'lsa, keyingi videolarda ko'rishguncha qo'lingizdan kelsa kommentariyalarga yozib, o'zingizlarda fikrlaringizni bildirib qo'yib, klass bosib qo'yib do'stlaringizga yoki o'zini bloger trader hisoblaydigan blogerlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Sizlar bilan Expert Signal admini Sulaymon. Keyingi darslarda ko'rishguncha. Assalomu alaykum.